Uylanmay turib bola so'rab bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Uylanmagan bola, "Ey Xudo, bola ber desa, men misol aytamanki, o'zing tug'asanmi deyman. Ha yo'q, ha uylan. Uylan. Ha shifo ber, ha lecheniya ol oshna. Ha mashina ber. Ha ishla, oyiga 1000 top, 300 ni oilaga ishla, 700 ni olib qo'y. 10 oyda 7000 bo'ladi. 7000 ga ichib yurgan Nexus 3 beradi. Bo'l, tamom. Sabab bajariladi, keyin Xudodan so'raladi. Chekmaymiz, ichmaymiz, trenirovka qilamiz, sog'liqni so'raymiz. Og'izda sigaret, "Ey Xudo, o'pkam kasal bo'lmasin." Bu jinnilik bu. O'pka chiriydi bunda. "Ey Xudo, obro' ber." O'zi kazyol. Obro' ber. Haqa obro'yim bo'ladi kazyollar. O'zi kibrlik, obro' va kibr qilsa, pashol deydi, libo yo'qat buni deydi. Biz nima uni deydi? Bizni hurmat qilmaydi, biz nima hurmat qilamiz deydi. Sabablar qilinadi bolalar. Xudoga natijani topshiriladi. Xudodan so'raladi. Ilohim kam bo'lmanglar, duo qilaylik.